Voy, asal qizim meni. Voy. E'zoz qizalog'imdan sog'inganlar bor. Ancha vaqt o'tgandan keyin sizlarga yana ko'rsataman. E'zoz qizalog'imizga hali-haligacha pul yig'ilyapti bilasiz va barcha ma'lumotlarni bundan oldingi videomizda aytib o'tganman. E'zoz qizalog'imiz 1 yosh 9 oylik chaqaloq va 6 oyligida chala tug'ilgan. Shuning ortidan retinopatiya 4-5 darajasi qo'yilgan. 2 marta operatsiya bo'lgan, ikkala ko'zlaridagi gavharlari olib tashlangan. Tasavvur qilasizmi, siz qilgan atiga 5000 so'm, 10 000 so'm ehsoningiz bilan mana shu jajjigina qizalog'imizning ko'zlaridagi nurlarni qaytishiga sababchi bo'lib qolamiz. Xudo xolasa mana shu qizalog'imizni ko'rib ketsa, onalari bir umr Abdurashid va Abdurashid obunachilari bizga yordam berganda bir umr duo qilib o'tadi. Tasavvur qilasizmi, o'zingizdan o'zingiz faxrlanib ketsangiz bo'ladi. Juda ham qiyin bitta bolachani hayotga qaytarish. Lekin harakat qilamiz. Shuning uchun hamiladan yordam kutib qolaman. Yoki deb videoni ko'proq odam ko'rishini tarqatib qo'ying, stories qo'yib bering, kommentariyaga shu qizchani haqqiga duo qiling. Videoga like bosing, shu taraflama yordam bering. Videoni ko'proq odam ko'rish uchun hammani eng yaqin babo 5 ta 10 ta do'sti bo'ladi-yu. Videoni tarqatib qo'ying, shu taraflama yordam bering. Yana bir bor aytaman, siz qilgan atiga 5000 so'm, 10 000 so'm ehsoningiz bilan ko'zlardagi nurlarni qaytishiga sababchi bo'lib qolamiz.